Bugun sizlar bilan Malayziyaning Langkavi orolidagi eng mashhur joyga qanaqa borish haqida gaplashamiz. Birinchi bo'lib Grab programmasini skachasiz qo'llasizlar. Xuddi o'zimizning Yandexga o'xshagan, shu orqali taksi chaqirib kelasizlar. Bu yerda 3 xil tarif mavjud. Biz 350 ringgitli tarifini tanladik. Bu shunchaki oddiy qayiq safari emas, balki 7 xil ajoyib manzilni ko'rasiz. Qadimiy ohaktosh qoyalar, suv ustidagi sukunat. Siz buni albatta his qilib ko'rishingiz kerak. Birinchi manzil Eagle Watching, burgutlar manzarasi. Bunda siz pastlab uchayotgan hamda keskin sho'ng'ib suv ostidagi o'ljasini tutib chiqayotgan burgutlarni ko'rishingiz mumkin. Ha aytgancha, Langkavi so'zining ma'nosi aynan qizil burgut degan. Yo'l-yo'lakay ikkinchi manzilni ko'rib ketasiz. Bu mangrov manzarasi. Orqada ko'rib turganingiz sho'r suvga chidamli, ildizlar tashqariga chiqqan mangrov daraxtlardan tashkil topgan o'rmon. Uchinchi manzil Hind okeanining bir qismi bo'lgan Andaman dengizi manzarasi. Bu yerdagi suv rangi, shamol, atrofdagi qoyalar Langkavining asl tabiatini ko'rsatadi. Endi sizlarga oyoq kiyimga o'xshagan orolchani ko'rsataman va uzoqda sizlarga ko'rinib turgan soya bu Tailand. Chap qo'limizda esa 4-manzil o'sha mashhur Geoforest parki UNESCO hududiga kirgan. Bu yerda albatta rasmga tushish kerak. 5-manzil krokodilni ko'rasizlar desa, biz suvdan haqiqiy timsohni qidiribmiz. Aslida g'orning shakli timsoh kallasini eslatgani uchun shunday atalar ekan. Ba'zi holatlarda, ayniqsa ertalab suvning sathi yuqori bo'lganligi sababli ushbu g'ordan o'ta olmasligingiz ham mumkin ekan. Ha aytgancha, bu yerga bemalol qorninglarni ochirib kelsanglar ham bo'ladi, chunki keyingi manzil baliq fermasi. Bu yerda mahalliy aholi baliq yetishtirish bilan shug'ullanadi. Tur davomida baliqlarni boqish jarayonini ko'rasiz, turlari bilan tanishtiradi, skatlarga ovqat berayotganda ushlab ko'rishingiz ham mumkin. Biz o'zimiz ham baliqqa tutib, joyida svejiy pishirtirib yeb ko'rdik. Yana bunaqa imkoniyat qachon bo'ladi deb. Tutgan balig'imiz vazni 1 kilodan sal oshdi. Ichga hamma joyda svejiy vijiti, ya'ni fresh juice olinglar. Men tarvuzli va ananasli oldim, mazasi juda ham zo'r. Balig'imizni o'rtasidan teng ikkiga bo'lib, 2 xil ko'rinishda pishirtirdik. Qovurilgan ham, barbekyu ko'rinishidagisi ham juda ham mazali ekan. Ayniqsa menga mana shu yashil sous yoqdi. Umrimda bunaqa sous yeb boqmaganman. Hisob 773 ming bo'ldi. Lekin mazza qilib ovqatlandik. Oxirgi manzil Ko'rshapalak g'ori. Bu yerda kirvorishda maymunlar ham mavjud. Shuning uchun kattalarga 6 ming, kichiklarga 3 mingdan alohida pul to'laysizlar. Juda ham xavfli ekan, ehtiyot bo'linglar. Boshingizda shlyapa, kepka bo'lsa yechib qo'yinglar. Qo'linglardagi hamma narsani tortib ketishi mumkin. Bu yerda telefon ishlatish, fonar yorug'ligini o'chirish, sigaret chekish, baland tovushda gapirish taqiqlanadi. Bu ohaktosh g'orlar ichida joylashgan bo'lib, minglab ko'rshapalaklar yashaydi. G'ori ichi nam, qorong'i va mutlaqo tabiiy holda saqlangan. Yo'l-yo'lakay shunaqa ajoyib mangrov o'rmonlar manzarasini tomosha qildik. Keyingi kadrlarni klaustrofobiyasi bor insonlar ko'rmasin. Million yillik ohak toshlar ostida shunaqa egilib yurishga to'g'ri kelar ekan. Bu haqiqiy adrenalin. Shu bilan mangrov safarimiz yakunlandi. Bu tur shunchaki ekskursiya emas, Alloh mo'jizalariga guvoh bo'lish. Langkaviga kelsangiz, albatta bu turni rejangizga kiriting. Ketgan vaqtingiz va pulingizga achinmaysiz. Videoni esa birga borishni xohlagan yaqiningizga jo'natib qo'ying.